Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun qanaqa mavzu o'tib berasiz, Hazrat? Bugun hazihini ko'pliklar. Ko'pliklarni. Bo'ldi, qani boshlaylik. Yozdingizmi? Tayyormisiz? Ha, tushuntirib bering endi bizga. Ha. Hop. Hazihi ning ko'pligi havlay bo'ladi. Ikkala muzakkar va muannas jinsiga ikkalasiga havlay ishlaydi. A few moments later. Hammasi bir xil havlay ishlaydi. Keyin Bu haza nima degani? hazi bu. Hazihichi. Hazihi bu ayol. Ham bu. Bu Ha. hazi erkak jinsiga ishlatiladi. Hazihi ayol jinsiga ishlatiladi. Mashallah. Xo'p, endi men bitta talaba demoqchi bo'lsam, o'g'il bola bo'lsa u. Qanday aytaman arabchasiga? Hazi. Arabchasiga. Bitta talaba. Haza tolib. Ayting oxirigacha. Haza tolib. Yaxshi talaffuz qiling aka. Haza. Ha. Hozir aytdingiz-ku, shuni tiniq ayting deyapman oxirigacha. Tolibun. Bun deng-da, eshitilsa o'sha. Haza tolibun. Ha, ana, endi tushunyapsiz. Ha. Bu talaba. Ha, endi Erkak. bitta talaba qiz desam, qanday aytaman? Bitta hazihi tolibatun. Hazihi tolibatun. Hadihi tolibatun bo'ladi. Aha. Endi o'sha ko'pgina talabalar deb turib aytmoqchi bo'lsam, havlay qo'yamiz. hazani o'rniga endi qaysini qo'yamiz? Havlayni qo'yamiz. Ikkala erkak ayol jinsiga ishlatilinadi, Qo'llanadi. Yaxshi. Misollar yozganmisiz buni? mana misol erkak ayol uchun. Hop. Hazrat tajirun bu savdogardir. Bir shep. Keyin hazihi mudarrisatun bu ustozdir. Ustoz. Bu ayol kishimi? Ayol kishi, ayol. Aha. Endi bularni ko'paytirsak nima bo'ladi? Bunda ko'paytirsak havlai tajirun bo'ladi. Tujjarun. Havlay. Tujjarun bo'ladi. Havlai tujjarun. Hop. Bu nima deydi? Ko'p savdogarlar. Bular ko'p savdogarlar. yaxshi. Keyingi. Biz havlai muallimatun. Qani yaxshi o'qingchi. Muallimatun. Ha. Ko'p ustozlar. Ustozlar erkakmi ayolmi? Ayol. Aytamiz-da shuni. Ayol kishi. Bular ayol kishi ko'p ustozlar. Ana. Yaxshi. Tushundingizmi? Tushundik. Bizlar tushundik, rahmat sizga. Endi nimalar o'rgatmoqchisiz? Yetadimi bugunga? Bugunga. Ertangi dars yana. Xudo xolasa. Mavzu o'tamiz yana keyingi darsga. Keyingi mavzu, ha? Ana.